qilyapman. Xo'sh. Sarvar aka gullaganlari bor orasida, bolalar aylanib tursin, yulib chiqsin buni hammasini. Bitta ham qolmasin. Ato bakterialniy ojog chiqsa daraxt quritib qo'yamiz, aka. Bu qolmasin. Ikkinchi masala bor. Aynan hozir qilinadigan ishlardan bittasi bu ham. Mana ko'chatimiz bo'yi. Eng tepadagi liderimiz qoladi. Oxirgi kurtek. Mana oxirgi kurtekdan chiqqanda bu lider bo'ladi, xudo xolasa. Buni tegidagina 3 ta 4 tasini olib tashlaymiz. Bular liderga raqobat qiladi. Ularni olib tashlash kerak bo'ladi. Mana shunday liderdan bitta mushtda siqqanimizda mana shu joyda shox bo'lmasligi kerak. Iminni faqat lider qolishi kerak. Pastiga 2-3 tasini olib tashlaymiz. Mana ular qolaversin, bular yon shox bo'lib qoladi keyinchalik. Qolgan pastiklari turaversin. Mana yana bittasida ko'rsatib beraman. Mana bu yerda ham sal xato qoldirilgan ekan. Eng tepasidagi qoladi. Mana bularni olib tashlaymiz. Bo'lmasa bular liderga raqobat qilib qo'yadi. Bitta, ikkita, 3 ta. 3 tani oldikmi, siqib ko'ramiz. Siqqanimizni tagida bo'lsa zarar yo'q. Lekin siqimimiz ichida bo'lmasligi kerak. Mana shunday qolishi kerak. Mana ko'chatning umumiy holati. Bolalarga ko'rsatasizlar videoni. Tushunib olishadi. Mana eng tepasiga qolsin. Tagida 2-3 tani olib tashlaymiz, qolgani turaveradi.